Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sumayya. Bugun sizlarga Adiljonning tushi degan hikoyani o'qib beraman. Adil Adiljonning tushi. Adiljon o'rnidan sahar turdi. Bu tushdan burun soat 10da 20 as asrdagi eng yangi olam kemasiga o'tirib yo'lga chiqmoqchi edi. U Ay shariga chiqib o'tirishgan to'g'onlarini yo'qlab o'tishni ko'ngliga pukandi. Olam kemasining uchishga yana yarim soat bor edi. Nima qilsam bo'ladi? Odiljon birdan o'ylanib qoldi. Anan ekranli telefonni ilib Ayshaردagi momsi bilan so'zlashmoqchi bo'ldi. Momsi telefon ekranida paydo bo'ldi. Assalomu alaykum, momo. Yaxshi turdingizmi? Momo, 2 soatdan keyin ishimizga yetib borman, dedi Odiljon. Momsi, voy, nimancha tuz? Dedi. Albatta, dedi Odiljon. Mening o'ltirganim yangi kitobdagi olam kemasi. Momo, anglashcha Ayshaردagi tadqiqotchilar hayvoniy bo'lmaydigan quyosh ingizini pikapni yasabdidak. Bu pikap bozorda bormi? Deb so'radi Odiljon. Ma'lum bormidi? Dedi Momsi kulib. Hamda savdo saroylari bor. Xo'sh, momo, sen turib ko'rishaylik, dedi Odiljon. Ondan Malkan kompyuterini açtı. Bu kompüter orqali Aysharadagi cho'ng savdo markaziga kirdim. Men quyosh energiyasi pikapdan birini sotib olmoqchi edim. Tushdan keyin soat 2da olg'ili boraman. Qadrli sayyohlar, olam kemamiz uchmoqchi. Bexatarlik tasmasini bog'laydilar. Olam kemasi ving qilib boshliqqa ko'tarildi. Bu çağda Adilcan xatarlik tasmasini tig'iga bog'lab bo'lmagan edi. Shunga o'rnidan siyrilib tushib ketdi. Voyjon! Deb to'xtadi Adiljon. U ko'zini ichib atrofga hayronlik bilan qaradi. Onda tushmaganda, dedi. Xo'sh,